Birlashgan Arab Amirliklari. Assalomu alaykum. To'kdi ko'p oladigan lampochkalar turgan ekan, uni olib hozir arzon kichkina led lampalar chiqdi. Ulardan cho'ntakka to'ldirib so'yapti. Hammasini almashtiraman deb. Aka ham kichkinagina sho'rtikda ekan. Uyda yuribdi-yu endi. Stolda ustiga stul. Aka oyog'i yetmaydi, lampochkalarni almashtiryapti. Yana bitta lampochkani olib, yana yangini qo'yyapti, kichkinani. Shunda xotin ushlab turibdi stolda, dadasi. Bizni ham uyimizda lyustra bor. Ikki dona lampochka turgan ekan. Aldamay. Rosta. Lampochkani kuydiramiz. Bu quloq masu. Quloqsiga ham deydigan. Bu lampochkani kuyib qolishini bilmayapti. U nozik lampochka bo'lsa led. Er xotinda hazili yomonda. Yomon hazilashasizlarmi er xotin? U led ham qimillab turibdi. Lampochka! Bo'lgan voqea lampochka, rostdan ham lampochka. Mana shu haramni rosa svetimiz ko'p kuydirgan. Yon degan joyda yonmagan. Doim o'chiq. Bunaqa lampochka nima keragi bor? Etib chertovda lustra bilan tushdi-da aka. Aka bilgani ham yo'q. Aka bilgani ham yo'q. Chertganini. Xotin Hajolat xotinni oldida. Xotin. Dadasi nima bo'ldi? Voy o'layib dadasi. Xotin yomon to'kurdi. Hamma joyim og'rib ketdi. Bunaqa hazlashmanglar ayollar. To'kdi ko'p oladigan lampochkalar. Bu tupoy nima deyapti? Bir zal odam turibdi, kulgancha yig'lasang bo'lardi sanlar, bor-ku. Sen ahmoqlar. Endi bu qiziqchilar bor-ku, 18+ aytmasa kulmaydigan bo'lib qoldi. Baqi millioning chiqyapti, o'sha kvenchiklaring chiqyapti, baqi nima dizaynering chiqyapti. Bir zal odam hammanga yoqadi shu narsa. Bu ahmoqam, hamma tupoyman, tushunib o'tiribdi-ku. Eri shortikda deyapti, erin tashshog'ini gapiryapti bu. Bular bilib o'tirdi zaldagilar. Hammasi kakar kulab, bir-biriga suyanib. Hurmatli madaniyat vaziri bu dasturi chiqishdan oldin bir dasturi bilan tanishib chiqadigan odamlar bormi yo'qmi bularni? Televideniya ham o'sha matbuotmi, televideniya deydimi, boshqa deydimi? Fohishalashib ketdimi deyman-da, buzilib ketdimi deyman-da o'zi, ha? Chiqib olib lamichka. Hamma tushunib o'tiribdi nimaligini. Nima shundan boshqa mavzu aytsang hech kim kulmaydimi? Chunki ijoding yo'q sanlarni. Hajviya kitoblarni o'qib, hajviya to'qiy olmaysanlar. Bir simga qimmatsanlar. Hurmatli madaniyat vaziri deb ayblaymiz-ku. Bulardan bechalarni ham ayblayotmaylik. O'sha zalda o'tirganlar. Bu kontenting yoqmayapti, bu kontentni yig'ishtirgan. Nima deyapsan, nima qo'yapsan deya olmaysanlar. Mana bu chista ahmoqda bu. 18+ dan olyapti gapni. Aytyapman-ku, Kven jamoalarni ko'rgilik qolmadi, oilaviy ko'rgilik qolmadi. Og'zi qo'pollashgan. Gapni tagida 18+ gap bor. 18+ gap bor. Gapning tagida gap bor bularning.
Endi xotini hech ko'rmagan ekanmi uni lamichkasini? Kechasi ko'rmagan ekanmi? Yo yechinganda ko'rmagan ekanmi? Sen aytib beryapsan. Aptin qurusin sen turqavarotinga seni biladi. Ahmoqni biladi. Keyin u negativ yozadiganlar, kanalni ko'rmasang yo'qol. Men seni majburlab ko'rtirmayman. Boshqa masalalarni ham olib chiqing debdi. Boshqa masalalar boshqa kishi shug'ullanadi. Men aynan shu mentalitetdan chiqib ketadigan, o'zidan ketib qoladiganlarni chiqaraman men. Shunaqa odamman men. Erkin fuqaroman men. O'z fikrimni aytaman. Senga o'xshagan negativga yozib qoldirmayman. Bir narsalar yozib qoldirmayman negativga. Yozmayam vaqti yo'qol. Men podpiska ham so'ramayman sizlardan, like ham so'ramayman men. Shunchaga aytayapman men. Men turqavaratinga o't tushkurlarni gapiryapman men. Ahmoqlarni gapiryapman men. Gapini eshityapsanlarmi? Lamichka almashtiryapti, lamichkasini bu boshqa lamichka. Kulib o'tib, har bir kulib o'tiribdi. Salomat bo'lasizlar. Ahmoqgarchilik ham epi chegarasi bor o'zini ham. Epi bilan deydi. Kuldira olmasang, umuman yo'qol sahnadan. San'atdan yo'qol. Bor yer tepib, yo Rossiyaga yo Turkiyaga bor ishlagin bor. Taksistlik qilgan. Boshqa kasb tanlagin. Bunday qil 18+ gapir. Zaldagi odam hammang xizalaysan zaldagi. Hammang xizalay dayussan. O'tirganlaring fohshan haqi biladi. Ahmoqlar biladi.